Va nihoyat yetib keldim. Borib piyoda yurish ham rosa qiyin ekan o'zi ham. 98-mi? 98-qishloqdan 13-qishloqqacha piyoda kelyapman. Tasavvur qilyapsizlarmi? 98dan 13gacha o'rtada 85 ta qishloq bor. 85 ta qishloqdan o'tib, va nihoyat 13-qishloqqa yetib keldim. Janob mer qanaqadir zarur ish bor dedi. O'sha zarur ishi qanaqaligini bilish uchun keldim. Вообще zarur bo'lsa qilib beraman, agar zarur bo'lmasa ham qilib bermasam bo'lmaydi, baribir qilish kerak, to'g'rimi? Tak, assalomu alaykum janob mer. Va nihoyat, va alaykum assalom. Keldingmi Jo'xa? Va nihoyat seni 3-chi qishloqda ko'rib turibman. Ko'rasizda kelganimdan keyin. Ha, yaxshi. Nima gaplar bor olamda? Hech gap yo'q, tezroq ishtaydim, ketishim kerak. Ha, xotining sog'rib qoladimi? Xotinim 100-qishloqda-yu, men 98-qishloqda ishim bor. Ha, mayli, lekin shu hech yangilik qilmadingda, yangilik bormi o'zi? Yo'q, yangilik yo'q. Вообще asablarimni yeb tugatdinglaring bor-yu, hamma so'raverasan yangilik qachon deb. Endi so'raymizda, yangilik qachon o'zi? Bo'lmay, yangilik yo'q, вообще yo'q. Tushundingizmi? Gapiring tez, nima ish qilishim kerak? Xullas, mana bu tepamdagi yashik bor, birinchi yashik. Xo'sh, o'shani ochib ko'r. Ochdim. Ichida baliq qarmoq bor, ol. Oldim, Endi borib baliq tutib kel menga 10 dona. 10 dona baliq? Ha, baliq tutib kel. Senga mana shu ish. 10 dona baliq olib kelsang bo'ldi, bo'shsan keyin. Oho, mayli. 10 dona baliq olib kelsam bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Shu ishni qilsang, sen bo'shsan keyin soliq to'laysan aytgancha. Bo'pti, hozir birinchi baliq tutib kelay. Iye? Yangi mashinami? Janob mer, yangi mashina oldingizmi? Ha, bo'lmaydi, bu mashina sotmoqchiman. Nimaga sotmoqchisiz? Men gelik zakaz qilgandim, bular menga uvaz olib kelib beribdi. Uvaz ham zo'r mashina-yu. Kerak emas, sotib yuboraman. Olmaysan mobodo? Pulim yo'q-da. Bo'pti, pul topsang olgin unda. Mayli, harakat qilaman. Bo'pti, unda bor baliq tutib kelay tezroq. Uvaz ham yaxshi mashina, tog'da bemalol cho'tki yurib beradi. Jetel, nima gap? Men shu uvazni olmoqchiman, pulim yo'q lekin. Pul topda, uvaz olish uchun pul topish kerak. Bo'mich. Bo'pti, ketdim, borib tez baliq tutib keladi. Adashmasam shu tomonda yaxshigina ko'l bordi. Mana mashinani haydab borib kelay boshqa qishloqlarga desam. Bu mashina unchalik yaxshi mashina emas. Chunki juda ham sekin yuradi. Bor, вообще sekin. Shu qishloqda qanaqadir yangi qushlar kelganmi? Bulbul ovoz edimi hozir? Chuli qildi-yu. Yo'q, boshqacha ovoz chiqardi. Bilmayman, ular qanaqadir ovoz chiqazdi-yu, o'sha menimcha bulbul ovoz edi. Yana ham bilmadim. Xo'p, mana yerdan asta tushamiz. Asta deganimda birdan qattiq tushib o'ribman. Mana shu yerdan endi baliq tutamiz. Qani, baliq bormikan birorta? Ana yoqda bitta 8 oyoqmi? Nechta? U 8 emas oyog'i. Xullas nimadir bor ekan. Baliq tusharmikan o'zi? Kutib o'tiraveramanmi yo? Cho'tam baliq tushadigan o'xshamayapti lekin. Gapirmay turish kerakmikan yoki to'xtanglar. Bu yerdan baliq tutish menimcha sal qiyinroq. Men teparoqdan tutsam balki yaxshi Stop. Nima edi bu? Oltinmi? Bu yerda tur, baliq tutadigan tur bor ekan. Qarmog'imni shunday qo'yib, mana bu narsalarni ko'rsam bo'lmaydimi? Yo'q, baliq yo'q birorta ham qayerdan tutaman. Oltinni ovlayinda to'xtanglar. Mana yerda qarmoq ham bor ekan. Qarmoq deb mana tur. Baliq tutadigan to'r. Buni suvni ichiga qo'yib bo'lmasa qandaysiga buni to'r sifatida ishlatsa bo'ladi. To'r bo'lgandan keyin suvni ichida turish kerak-ku. Tushunmadim. Qanday birorta ham baliq yo'q bu yerda. Qanday tutaman baliqni? Mana bu yoqdan tutsam-chi. Rostdan ham tutilmayapti-yu baliq birorta ham. Kutib o'tirar ekanman-da, mayli kutib turayinchi. Oy baliqlar, kelaring. Menimcha shu qarmog'imda hech narsa yo'qligi uchun kelishmayapti-yu. Rostdan ham qarmoqqa nimadir qo'yish kerak edi. Ketdim. Tutildimi? Tutildi. Bitta baliq tutdim. Yo'q, yaxshi. Kutib turamiz yana. Oldinlari baliq tutilmoqchi bo'lsa, uni uzoqdan yurib kelib bittada tushib qolardi baliqlar. Lekin unday bo'lmayapti hozir. Menimcha shu baliqlar ham qanaqadir ayyorlik ishlatyaptimi bilmayman. Xullas nimadir qilyapti-da baliqlar ham. Birorta ham baliq tushmayapti. Ancha uzoqroq otib yuborsam balki tushib qolar. Voy baliqlar, kelaring, kelib qollaring, olib qollaring. Qimir deyapti. Menimcha shu qimirlasa baliq tushdi deganimi yoki shunaqa ma'noni bilmadim. Xullas kutib turaverayinchi, qanaqadir belgi bersa kerak o'zi baliq tushsa. Menimcha tushdi shekilli. Qani baliq ham tushmagan. Shu yaqin atrofimda tutayin. Uzoqqa o'tib borsam tushmayapti. Bo'yi men bu yerdan tutganmidim? Qayerdandir tutgandim shekilli. Kutib turish kerak shekilli anchagina. Baliq tusharmikan o'zi birorta? Tushmaydiganga o'xshayapti. Kutib turaverayin mayli. Tushmayapti. Men ketdim borib. Menimcha borib sabzi olib kelib turib sabzi qo'yib yuborish kerak shekilli. Uyimdan borib sabzi olib kelayin. Uchiga sabzi qo'ysam, keyin yaxshiroq tushsa kerak-da. Qarmoqni uchiga sabzi qo'yib yuborsam. Polizimdan kirib olishim shartmi? Qo'shnining polizni olsamchi,
Yo'q. Aytgancha men oltinni nima qilsam ekan? To'xtanglar, ana Janomer mashinamni sotaman dedi-yu, o'sha mashinasini olsam ekan shu oltinga. To'xtanglar, ana endi mana bu qarmoqqa mana sabzini qo'ysa bo'larmikan? Bo'lmaydi deyapti. Qanday qo'yamiz buni? Vashsheta bo'lmaydi deyapti. Mayli. Sabzini nima qilaman? Nima uchun oldim bo'lmasa, ekib ketay, to'xtanglar-da. Opa, bo'ldi, всё. Bittasi qoldi. Lekin baliq tutib bo'lmayapti, qizig'i. Agar tuta olmasam hozir yana qaytib kelaman-da Janomerga bitta baliqni bersam uyatda bori. 10 ta baliq tutaman deb kelgandim. U bitta baliqni bersam rostdan ham uyat. 10 ta baliq tutish kerak, qaytib bo'lsa ham, asta sal qo'l tushib ketishimga bori. Asta Hoppa, ana shu ustiga tushmoqchi edim, suvga tushib ketdim. Mayli. Kutamiz endi, nayloj kutib bo'lsa ham 10 ta baliqni tutib turib olib Janomerga berishim kerak-ku. Qanaqadir belgi bermasmikan baliq tutsa? Voy baliqlar, qayerdasanlar? Kelmaysanlarmi? Men senlar kutib o'tiribman. Menimcha ana shu chuqur joylarda bo'lsa kerak-da baliqlar. O'shaning uchun tushmayapti shekilli. Kutib turayin. Voy nima deyapman? Kutib turaverayinchi. Sabzini tashlab yuborsam kelmasmikan sabziga? O'sha qanday suvga tushab, baribir tushishga majbur ekanman. Obbo, iloj yo'q. Narigisiga hoppa o'tib olamiz. Endi men chuqurroq joydan tutishga harakat qilaman. Menimcha chuqurroq joyda baliqlar bo'lsa kerak. Kutib turayinchi, tushib qolsa kerak. O'ynayapti, qanaqadir yonida qanaqadir oq narsalar paydo bo'lyapti. Ana shu payt yo'q, baliq yo'q. Kutamiz. Qanaqadir belgi ham bermayapti. Qanaqadir belgi berganda edi, tushganda bo'ldi, ketdim. Bo'lmaydi. Baliq yo'q ekan deyman, Janomerga aytaman. Baliq yo'q ekan Janomer, bitta tutdim bor yo'qi. Mana shu oltinni baliqqa hisoblab olasiz, tortib qo'ygani uvazni berib yuboring menga deyman. Rozi bo'lsa kerak menimcha, chunki bu oltinni ko'ryapsizlarmi? 3 ta, 6 ta oltin, 6 ta quyma oltin bizda anchagina narx bo'ladi. Har birini 1 kilodan hisoblasak ham, oho, bo'lib ketadi rostdan ham. Bo'pti, Janomerga shuni olib borib berayinchi qani. Xo'sh, rozi bo'lsindan o'zi ham. Janomer, to'g'risini aytsam, bir donagina baliq tutdim shuncha vaqtdan beri. Ammo o'zi bilardim tutolmasligini edi. Mayli, o'sha qo'yib qo'y. Qarmoqni ham olib keldingmi, qaytarib sindirib yubormadingmi? Yo'q, bitta narsa bor. Qarochi, men oltinni ko'ryapsizmi? Mana shu oltin evaziga menga ovozingizni bera olasizmi? Shunchami? Oho, beraman. Olaver mayli, bemalol. Balig'ing ham kerak emas, sog'lig'ing ham kerak emas. Mana shu oltin o'zi yetadi. Bo'pti, unda men ketdim. Mayli, yaxshi bor. Mayli. Shuncha oltinga Janomer, buncha oltinga Liboy kishi ham rozi bo'ladi. O'zi, ovoz haydab ko'ray, qanaqa ovoz ekan. Yo'q, rostdan dahshat ovozi bu. Gelikdan nima kerak bor ovoz turgan joyga. Mana shu ovoz bemalol mazax foydasi bo'lar ekan-u. Endi buni qanday qilib bir amallab bu yerdan chiqazib ketsam bo'ladi? Orqaga haydab chiqazib ketaman degan ishni. Qaytib endi 99-qishloqqa borish kerak. Atak uyimga bitta kirib ketayin. Uyda ichida balki jitellar biror nima tashab ketgandir. Doim kelsam musor tashab ketardi, yaramaslar. Bu gal ish qilib tinch bo'lsin da hamma, lekin ovoz bo'lgani bilan akalar dahshat. Chotki mashina ekan, bor, men ichida Liboy nechta kishi chiqadi? 2-5 ta kishini bemalol ustiga ham odam ortib ketsa bo'ladi ovozda. Chunki u juda ham baquvvat mashina, SSR vaqtdan qolib ketgan mashina-da u. Uyda ichida hozircha hech narsa yo'q uyda ichida. Poliz ekanlarini yig'ishtirib o'tirishimni menimcha kerak yo'q. Qurolimga tegmabdimikan ish qilib, mana qilib to'g'rilab qo'yayin, agar tegsa bilinadi, qiyshayib qoladi. O'q dorisi 18 ta, ketishimdan oldin 18 ta edi. Adashmasam mana bu yerda ham qurollarim bor edi, tagida edi, mana bu yerda. Bular ham turibdi o'z holicha, tegmagan. Bu yerda ham narsalar turibdi. Versak, pechka, bu narsalarga hech kim tegmagan. Rasmga olib ketayin-da, tegsak o'zim bilib olaman, o'zgarish bo'ladi-yu. Mana bo'ldi, notebookimga ham tegmabdi. Notebookni yopib qo'yib bo'lmaydi. Bu yopib bo'lmaydigan notebook. Agar yopib bo'lganda yopib ketardim. Menimcha chotki. Ana endi minib olamiz astagina chotki. Haydaymiz, let's go. Qaysi tomon? Bu tomondan kelganmidim, shu tomondan qaytib ketayin nima bo'lsa ham, chunki yo'lda unutib qo'ymasligim kerak-da. Bu tomondan ketsam, keyin topib bora olmasligim mumkin. Chunki bu tomondan aylanib borsam, 100-qishloq bu tomondan boradi. Bu tomonga 99-qishloqdan boradi. Ya'ni bu tomondan 99-qishloqqa boradi. Men 98 ga borishim kerak aytgancha. Mana bu tomondan borardi 98 ga, bu tomondan 99 ga bo'lsa, o'zi hozir men 98 dan bu tomondan keldimmi? Adashib qoldim. Mayli, shu tomonga qarab boraverayinchi.